Joriy yil qishloq xo'jaligi sohasida ulkan yutuqlarga erishildi. Zahmatkash fermerlar nafaqat g'alladan, balki paxtadan ham yuqori hosil olishdi. Sayxunobod tumanida shu munosabat bilan hosil bayrami o'tkazildi. Tashkil etilgan bayram tadbirida tumanning ilg'or fermerlari, mehnat fidoyilari, san'atkorlar hamda mahalliy aholi vakillari ishtirok etishdi. Qayd etish kerakki, joriy yilda Sayxunobodlik fermer va dehqonlar g'alla hamda paxta yetishtirishda yuqori natijalarga erishib, birinchilardan bo'lib yillik rejani to'liq bajardi. Jumladan Mirishkor g'allakor Abduvoyit ota, g'allakor Agro Hamkor, Shahzod Zamin hamda Sho'rizak Oltintola fermer xo'jaliklari har bir gektardan 45-50 sentnerdan paxta hosil olishga erishdi. Bu esa tumanda mehnatsevar dehqonlar fidokorona mehnat qilayotgan amaliy isbotidir. Hosil bayrami qilsa arziydi. Bu xalq juda mehnatkash xalq, zahmatkash xalq, ishlaydigan xalq, ish bilan charchamaydigan xalq. Shuning uchun ham har yil planlarni oshig'i bilan bajarib, yuzlarini yoriq qilib, hammasi sog'-salomat yuradi. Men qishlog'im juda yildan yilga obod bo'lib ketyapti. Shahardan qoladigan joyi yo'q. Juda obod bo'ldi. Hamma tomoni obod bo'ldi. Gaz bor, suv bor, ko'ch, asfalt, hamma yer asfalt bo'ldi. Bayram tadbirida so'z olgan mutasaddilar joriy yilda tuman qishloq xo'jaligi sohasida katta yutuqlarga erishilganligini ta'kidlab o'tishdi. Shu bilan birga hosildorlik oshgani, zamonaviy agrotexnologiyalar joriy etilgani, sug'orish tizimlari yaxshilanganligining natijasida tuman agrar sohasi yanada rivoj topayotganini ham alohida e'tirof etishdi. Joriy yilda Sayxunobodlik fermerlar uchun juda yaxshilik keldi. Yilimiz juda barakali bo'ldi. Avvalambor pillachilikda, g'allachilikda juda ulkan yutuqlarga erishdik. Mana bugun paxtachilikda ham juda ulkan yutuqlarga erishdik. Ayniqsa mana davlatimiz tomonidan mana yangi navlar, paxtachilikda yangi navlar olib kirilgani paxtachilikda juda misli ko'rilmagan yutuqlarga erishdik. Hammasining zaminida mehnat etadi. Shuningdek, bayram dasturida tuman san'atkorlari ishtirokidagi kuy-qo'shiqlar, folklor chiqishlari hamda milliy raqslar mehmonlarga bayramona kayfiyat tuhfa etdi. Tadbir yakunida esa bir qator ilg'or fermerlar va soha xodimlari faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.